Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan internetdan pul ishlash kanali. Do'stlar, hammaga xayrli kech. Anchadan beri video qilmay qo'ygandim. Bugun mana video qilyapmiz do'stlar. Ko'proq vaqtimda Telegram kanalida, ya'ni yopiq Telegram kanalimizda kurslar tashlash bilan ovoraman. Bunisiga vaqtim ham biroz kamroq bo'lyapti. Imkon qadar video qilishga harakat qilyapman do'stlar. Do'stlar, bugungi videomiz sizlar bilan bir elektron hamyon haqida bo'ladi. Ya'ni bu hamyonimiz bizga kelajakda juda ham asqotadi. Shuning uchun sizlarga hozir nima qilib ko'rsatmoqchiman. Ya'ni demak, Google'ga Wallet yoki ADV Cash deb yozsanglar chiqib keladi. Birinchi wallet.com degan sayt bor. Ushbu saytga kirib olishinglar kerak bo'ladi. Agar nima qilishga qiynalsanglar, Telegram kanalimizga yoki bo'lmasa nimaga tashlab qo'yaman. Video opsiyasiga ushbu hamyonda manzilni tashlab qo'yaman do'stlar. Demak, ushbu wallet saytiga kirib olamiz. Bu qanaqa hamyon, ya qanaqa kошелек desanglar, bu dunyo miqyosida, ya'ni global internet olamida eng mashhur hamyonlardan bittasi hisoblanadi. Bu ham ishimizga va boshqa biz endi internetdan pul topish, ya'ni daromad qilishimiz uchun albatta ishlagan pullarimizni mana shunaqa hamyonlar orqali o'zimizni nimamizga, kartamizga, UzCard himoyalarimizga tashlab, ya'ni chiqarib olsak bo'ladi. Shuning uchun bizga elektron hamyonlarni tutgan o'rni juda ham muhim. Eng birinchi o'rinda elektron hamyonlarni sozlab olishimiz kerak. Bankovskiy karta yoki bank приложениялari yoki servis xizmatlari, ya'ni Click Payme, shunga o'xshagan servis nimalar yoki bo'lmasa dunyo miqyosidagi kripto kошелёкlar yoki bo'lmasa Visa, Mastercarddagi dollar, Swift o'tkazmalari hammasi biz uchun birinchi o'rindagi to'g'irlashimiz kerak bo'lgan nima deydi, ishlarimiz hisoblanadi. Ana shularni to'g'irlab bo'lgandan keyin 100% hamma elektron hamyonlarni 100% o'zingiz verifikatsiya qilib, ya'ni topgan pullarimizni darrov UzCard himoyamizga tashlab oladigan darajada tezlikda verifikatsiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin pul ishlashda boshqa etaplarga o'tsak bo'ladi. Agar pul ishlab yotib yoki bo'lmasa hamyonlarda soz bo'lmagan bo'lsa, shuni o'ziga ham 2-3 kun vaqt ketib qoladi. Shuning uchun iloji boricha birinchi navbatda hamyonlarni sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Bugungi videomizda esa Wallet elektron hamyoni haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Ya'ni qanday ro'yxatdan o'tamiz, qanday nima qilamiz, bu kartadan foydalanamiz. Mana shular haqida, qanday verifikatsiyadan o'tamiz, shular haqida gaplashamiz do'stlar. Demak, Wallet ya'ni hamyoni haqida sizlarga qisqacha tanishtirib o'tib ketay. Mana saytini ko'rdinglar. Bu saytga kirganinglarda birinchi landing pejda har xil ushbu hamyon haqida ma'lumotlar keltirilgan. Agar nima qilishga erinmasanglar, har xil variantda tushuntirilgan. Bemalol nima qilib olsanglar bo'ladi, o'qib tushunib olsanglar bo'ladi. Demak, bizga kerak bo'ladigan qilishimiz kerak bo'lgan ishimiz bu hamyondan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'ng oynada registratsiya knopkasi turibdi. Agar ingliz tilida kirgan bo'lsanglar, sign up knopkasi bo'ladi. Registratsiya knopkasiga bosasizlar, bosganinglarda sizlarga mana bu oynaga olib o'tadi. Va robot emasliklaringni tasdiqlaysizlar. Va ro'yxatdan o'tish oynasiga olib o'tadi. Bu yerda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Hozir ingliz tilida turibdi. Shunday bo'lsa ham tushuntirib o'tib ketishga harakat qilaman. Demak, siz shunchaki foydalanmoqchimisiz? Ya'ni pul aylanmalarida shunchaki foydalanmoqchimisiz yoki qanaqadir bir kattaroq biznes qilmoqchimisiz? Biznes qilmoqchi bo'lsangiz, biznes bo'limini tanlaysizlar. Yoki bo'lmasa shunchaki jismoniy shaxs bo'lib turib, shunchaki chetdagi pul mablag'larini chiqarib olmoqchi bo'lsanglar, personalni bosasizlar. Ya'ni bu oddiy varianti, ya'ni ro'yxatdan o'tishning oddiy usuli.
Demak, ko'chaga o'girib olamiz. Demak, bu yerga ismingizni kiritasiz. Pasportda qanaqa bo'lsa, o'shanaqa holatda kiritishinglar kerak bo'ladi. Familiya, elektron pochta. Ya'ni elektron pochtani men oldingi birinchi videolarimda, ya'ni ancha oldin videolar qilganman. Kanalimni kuzatib borayotganlar biladi. Birinchi navbatda elektron hamyonni, ya'ni elektron pochtani bitta pochta qilish kerak. Masalan, webmoneymi, boshqa hamyonlarmi yoki bo'lmasa boshqa bir hamyonlar bilan birgalikda bitta elektron pochtaga ochish kerak. Har xil elektron pochtaga ochmanglar. Bu keyinchalik ishlaringizlarni kashasini chiqarib tashlaydi. Hamma yoq kasha bo'lib qoladi bunday olib qaraganda. Shuning uchun bitta elektron pochta foydalaninglar. Elektron pochtani kiritasizlar, familiyani kiritasizlar, ismni kiritasizlar, parol o'ylab topasizlar va mana uni o'ngga tortasizlar parolni o'ylab topgandan keyin. Keyin o'ngga tortganinglardan keyin mana ularga galочка qo'yib chiqib, ro'yxatdan o'tish knopkasini bosasizlar. Bundan o'tganinglardan keyin pochtalaringlarga xabar bo'ladi. Pochtalarni tasdiqlaysizlar, telefon raqamlarini tasdiqlaysizlar va mana bu ish kabinetlari hisoblanadi. Ya'ni yangi ochib yotmadim, chunki menga lishniy akkaunt menga hozir shart emas. Shuning uchun shunchaki sizlarga og'zaki tushuntirib o'tib ketyapman. Agar birorta savol tug'ilsa, Telegram botimizga yozsanglar bo'ladi, yordam beraman. Demak, do'stlar, mana bu oyna. Bu yerda kошелек bo'limi bor. Mana shu ish oynasida Wallet hamyonini, elektron hamyonini ish oynasi. Demak, bu yerda mana kошельки degan bo'lim bor. Bu yerda har xil davlatlarda, masalan, Qozog'iston tengi bor, rubl bor, rossiyskiy, yevro, dollar, funt sterling, Buyuk Britaniyaniki, real bor, lira bor, grivna degani bor, Ukrainaniki. Va har xil hamyonlar bor. Bular hammasi kerak bo'ladi. Keyin bu yerda kripto kошелек bor. Bu yerda kripto kошелекni har xil versiyalarida ochsanglar bo'ladi. Ripple bor, Terex bor, Litecoin, Tron, Solana, USDT, Ethereum, Bitcoin eng mashhur kriptovalyutalar bor. Bemalol shu yerga qabul qilib olsanglar bo'ladi. Keyin o'zini kartasi bor. Bu ushbu nimani Visa kartasi bor, ya'ni Mastercard. Bunga kirganinglardan keyin, karta bo'limiga kirganinglardan keyin faqat verifikatsiyadan o'tgan mijozlar uchun kartani ochish bepul. Uzr so'rayman do'stlar, $5 o'zgarib qolibdi. $5 получить qilasizlar va $25,000 butun dunyo bo'ylab sotuvlarni amalga oshirsanglar bo'ladi. Bu menimcha Xitoydan tovar zakaz berishlarni ham juda ham asqotadi shekilli. Buni hali sinab ko'rganim yo'q. Buni ham sinab ko'rib sizlarga javobini aytib boraman. Bu yerda virtualniy kartasi bor. Plastikoviy karta bor. Zakaz beraman desanglar. Bizda regionga nima qilmas ekan, O'zbekiston regionida plastikoviy kartasi dastavkasi yo'q ekan. Lekin virtual karta mavjud ekan. Virtual kartasi $5, hozirgi kunda 70 ming, 60 ming atrofida. Zakaz berib qo'ysanglar bo'ladi. Demak, kripto kошелеклар, oddiy kошелеклар, valyutный kошелеклар va bu yerda valyutalarni обменяться qilsanglar bo'ladi, пополнить qilsanglar bo'ladi. Получить kartu deyapti. Yo'q, hozir mana endi. Bu yerda kripto hamyonlar bo'lsa, kripto hamyonlarni tanlaysizlar, karta bo'lsa, kartani tanlaysizlar. Mana yerda o'zingizlarda kartalarda, ya'ni qaysi nimaga o'girmoqchisizlar? Qozog'skiy tenge bo'lsa, kazakskiy tenge bo'ladi. Mana yerda dollar bo'ladi. Summasini kiritasizlar va продолжить bosasizlar va моментально обменяться bo'ladi, ya'ni almashadi pullar. Пополнение счетga kiramiz. Bu yerda mana shu wallet hamyonidagi barcha hamyoniylarni bitta usulda, ya'ni Visa kartada to'ldirib olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda masalan O'zbekiston bo'lsa, O'zbekiston tanlaysizlar va bu yerda to'ldiriladigan summani tanlaysizlar va пополнить knopkasini bosasizlar. Masalan $100 bo'lsa, komissiyasi bilan birga chiqarib keladi. $103, $3.63 komissiya olyapti. Masalan $5 to'ldirmoqchi bo'lsanglar, 18 sent komissiya olyapti. Bu yomon emas do'stlar. Endi bu yerda kriptovalyutalar savdosi, sotuvi
va boshqa magazin xizmatlari ham bor. Bemalol ko'rib foydalansanglar bo'ladi. Videom cho'zilib ketmasligi maqsadida sizlarga tezroq tushuntirishga harakat qilyapman. Bu yerda yana verifikatsiya bo'limi bor, ya'ni ro'yxatdan o'tib bo'lganinglardan keyin verifikatsiya bo'limi va lishniy данныйlarga kirib, barcha ma'lumotlarni to'ldirib qo'yishinglarni tavsiya qilaman. A, keyingi keyin bu настройкаларga qaytmaslik maqsadida birinchi navbatda shu настройкаlarni to'g'irlab olishinglar kerak bo'ladi. Verifikatsiya bo'limiga kirasizlar. Verifikatsiya bo'limiga kirganinglardan keyin sizlarda verifikatsiyadan o'tish uchun nima, men hozir verifikatsiyadan o'tganman. Sizlarga a, o'tish uchun oyna bo'ladi. Ya'ni pasportinglarni oldi, ID karta bo'lsa oldi orqasi, pasportda ham xuddi shunaqa oldi va propiska pechat joyini tiniq holatda suratga olingan holatda bo'lsa tezroq nimaga o'tib ketadi, verifikatsiyadan o'tib ketadi. Masalan, men 1 daqiqaga bormay verifikatsiyam tasdiqlangan. Keyin telefon raqamlaringlarni ham doimiy ishlatadigan telefon raqam qo'yishinglarni maslahat beraman. Ya'ni boshqa hamyonlarga ulangan, doimo ishlab turadigan nimani qo'yishinglarni tavsiya qilaman, telefon raqamni. Va verifikatsiyani tasdiqlab olasizlar do'stlar. U yog'i juda ham tushunarli. Bugunga faqat mana shular do'stlar. Men o'ylaymanki sizlarga foydali bo'ldi. Ya'ni yopiq Telegram kanali haqida ham qisqacha aytib o'tib ketay. Yopiq Telegram kanalimizda pullik kurslarni tashlab boryapman. Ya'ni pullik emas, ya'ni bu kanalga qo'shilish pulli, qolgani esa qo'shilib olganinglardan keyin bepul bo'ladi. Bu yerda har xil Xitoydan tovarlar zakaz berish va undan tashqari veb-saytlarni yaratib, ya'ni tuzib sotish va undan tashqari bu yerda frilanserlik bo'yicha kurslar, YouTube bo'yicha kurslar va o'zim ham tajribalarimni ulashib boraman do'stlar. Guruhda obunachilari juda ham kam. Ya'ni doim o'zim bilan ishlaydigan obunachilarni saqlab qolganman. Qolganlar chiqib ketishgan. Ya'ni ularga qizig'i yo'q. Pul ishlashdan nima deydi, ko'zi yetmaydi. Oxirigacha borishga ko'zi yetmaydigan kishilar darrov chiqib ketishadi. Demak do'stlar, sizlarga ushbu kanallarga qo'shilish qiziq bo'lsa, men mana bu yerda YouTube kanalimizga zapis bo'limida men ma'lumot qoldirganman. Zapis bo'limida ma'lumot qoldirganman. Ushbu Telegram kanaliga yozsanglar, men javob qaytaraman. Xayr, salomat bo'linglar do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Layklarni ayamanglar do'stlar. Xayr.